Men buni qara endi, u haydamaysanmi? U jonga tegdi bor-ku. Sen nimaga imillaysan? Sen nimaga imillayapsan? Hayda. Aka, svetofor qizil bo'lib turibdi-ku, hozir. O hayda o'rmaysanmi? Hali kiyimingni olishim kerak. Iftorlikka kech qolyapman. Hozir kiyimingni olib borishim kerak. Mana yuryapmiz aka. Tushunyapsanmi? Iftorlikka chaqirgan odam kimligini bilmaysan-da sen hali. Aka, namuncha shoshasiz? Xarishda bir hikmat bor. Buni ham bir yaxshi bir hikmati bor. Bo'ldi, akajon. Nasihat qilmay yosh bola bo'lib, men sen yosh bolamanmi? Har doim nasihat qilasan. Hayda tez-tez oldinga qarab. Mana aka, Keldik. Toshbaqaday keldik, bilasanmi? Toshbaqaday keldik. Seni emillab yurishingga. Hali men shunda kech qolaman, men senga ko'rsataman hali. Bu ham ajdana bu ham. U ko'tarsa bo'lmaydi. Mushbat shoshayotganda. O hammasiga sen aybdorsan, eshitdingmi? Sen aybdorsan. Shundan men kech qolaman, to'xtab tur, men sen bilan boshqacha gaplashaman sen bilan. Toshbaqaga o'xshab. Bu ham ko'tarmaydi shubhat. Bo'lmaysanmi? Tez-tez tushmaysanmi? Onasi shoshyapman. Iftorlikka borishim kerak. Keyin gapirasan gaping. Keyin gapirasan. Tush dedim men senga tez-tez. Borku, senlar borku. Hech aqling kirmadi seni. Kap-kattam aqling kirmadi. Doim men kechikib yurishim kerak. Jon aka, xarishda bir hikmat bor, jon aka, tushuning. Voy bolalar, yaxshimisizlar? Kelinglar, tez mashinaga chiqinglar, mana amakilaring, tez chiqinglar. Nima emillab yuribsan? Ada shoshmay meni eshiting. Mashinaga chiq, nimani eshitaman tez. Meni eshitasizmi, yo'qmi? Uf, mashinada gaplashamiz. Ada shoshmay, uyimiz yonib ketibdi. Yaxshi ham kech kelibsiz. Uyimiz yonib ketibdi, gaz ballon portlab. Hozir telefon qilishdi. Sizga telefon qilishga olmagansiz, menga telefon qilishga olmaganmiz. Hozir telefon qilishdi, o'chirishibdi. MCS kelib. Yaxshi ham kech qolib ketibsiz. Adasi. Jon aka, har ishda bir hikmat bor.